Hozir ko'pchilik yozyapti, Eron Izroil urushi to'g'risida gapiring. Mavzu emas. Eron Izroil o'rtasidagi urush meni xayolimda, meni fikrimda o'yinga o'xshagan narsa u. O'yin o'ynashyapti, chunki o'sha O'rta Sharqda Eron davlatini bo'lishligi uchun Izroil shart, Izroil davlatini bo'lishi uchun Eron shart. Bular bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan davlat. Tagidan surishtirsangiz. Bir-biriga dushman ko'rsatib, bu o'zini qonuniy shodda turishga haqqim bor deb ko'rsatadi, Eronni terrorist ko'rsatib, Eron men buni uraman deb o'sha atrofdagi musulmonlarni lideriman deb turishga pul beradi. Bu endi hozir bo'layotgan jarayonlarda ya'ni o'yinlar bor. Uni alohida suhbatlarda balki gaplashamiz. Assalomu alaykum do'stlar, aziz obunachilar. Isroil hamda Eron o'rtasidagi ziddiyatli vaziyat haqida Abror Muxtorali o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Videoni ko'rdingiz. Videolar ketma-ketligi bo'ladi. Hamda kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu urushmi yoki bo'lmasa Abror Muxtorali aytganday qaysi ma'noda ikkita davlat bir-birini kuchini ko'rsatib qo'yishmi? Videolar ketma-ketligini ko'ring hamda kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring do'stlar. Yomoni boshlandi. Archa bayram. Yehe. Mana uni qarang, Elmurod aka. Ana droncha ketdi, ana qo'ydi. Telefda chiqdi, ana telefda. Mana uni ushlamadi, mana uni ushlamadi. Mana ushlamadi. Mana buni ham ushlamadi, qarang buni. Ketdi, ana uni qarang, uni qarang. Ketdi. Yo ushladi uni. Telef yana yondi, buni qarang. İkincisi mana buni qarang. Ama این بود این بهش کنم اتم Yana raketa otyaptilar bu. Qaranglar. Tramvaydaman mana. Yana raketa otyaptilar. On 4-iyun kuni Erondan bitta raketa tushdi mana Izroilga. Bitta domni polni dom atrofdagi domlar tekislab tashladi mana. Shuni Erondan raketa tushdi. Domni ham qaranglar, o'ynalari ham qolmadi, hech narsasi yo'q. Nechta odam o'ldi. Qo'shnidagi domni qaranglar. Katta raketa kelib tushgan ana shu yerga. Shunaqa taqda bog'or bo'linglar. Bomba ichiga kirish kerak. Yoshimiz kerak raketa. Sirena bo'lgan payt. ولعت بحيفا شرب ولعت بحيفا عم تشوف شو بدنا طلع هون طلع هون بحيفا طلع 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 يعني نزل
عرضك تنزل. يلا هذاك ما صبرش هذاك ما صبرش. نزل.